Assalomu alaykum hammaga. Bilaman, bugun erta hamma Qurbon hayit dasturxoni uchun chakchak, bo'g'irsoq, qush tili tayyorlaysizlar. Oyijonim, sizlarga ko'rinishi chiroyli bo'ladigan zo'r narsa o'rgatadilar. Unga raziyxitr, saxarni, pudra, tuz solib, aralashtirib, ketidan ertilgan margarin solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxumga 2 tuxum sarig'ini chaqib, xona harorati suvga olma sirkasi solib, qabr qorib olamiz. Hamma grammlarni pissaniyada yozib qoldiraman. 2-3 minutga tindirib, 3 bo'lakka bo'lib, xamirimizni yoyib olamiz. Yoygan xamirimizga kukuruzning kraxmal sepib, rulga kirib xolodilnikka 1 soatga qo'yib qo'yamiz. 1 soat o'tgandan keyin xamirni yupqa yoyib, serdechka shaklda kesib olamiz. Serdechka qolipingiz bo'lmasa, kardondan yasavasanglar ham bo'ladi. Endi 4 tasini bir-birining ustiga qo'yib olib, o'rtasiga ruchkani bosib, zupajiska qilib olamiz. Xamirimizni shu ko'rinishda ochib, qozonga solib olamiz. Paxta yog'ida pishirasizlar. Boshida so'ganinglarda sekin solib, ozgina pishgandan keyin pishguncha shunaqa aralashtirib turinglar. Pishib chiroyli bo'lib chiqadi. Endi ustiga qiyom qilamiz. Men 6 qoshiq suv, 6 qoshiq shakar, 6 qoshiq asal qildim. Qancha qilsanglar hammasini bir xilda qilib, yon bo'yguncha to'xtatmasdan aralashtirib olamiz. Keyin sovimasdan qo'yib chiqasizlar. Mana shunaqa chiroyli dasturxon uchun zo'r narsa tayyor. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Obuna bo'lib, yaqinlaringizga ulashib qolish esingizdan chiqmasin.